Dekabr oyida tug'ilganlarning boshqalardan farq qiluvchi xususiyatlari. Rahbarlik xususiyati. Siz tabiatan rahbarsiz. Atrofdagilarga yo'l yo'riq ko'rsatish, jamoalarni boshqarish va ularga ilhom berish sizga oson. Qat'iyat va maqsadga erishish. Siz maqsadlaringizga erishish uchun qattiq ishlaysiz. Hech narsa sizni to'xtata olmaydi. Sodiqlik va o'zaro munosabatlar. Siz yaqinlaringizga sodiqsiz va ularga har doim yordam berishga tayyorsiz. Ular sizga doimo tayanishi mumkin. Mustaqil va o'z kuchiga ishonadigan. Siz mustaqil va o'z kuchingizga to'liq ishonasiz. O'zingizni har doim qo'llab-quvvatlashingiz kerak deb bilasiz. Hayotga ijobiy qarash. Siz har doim ijobiy fikrlar bilan yashaysiz. Qiyinchiliklarga qarshi turib, har doim o'z yo'lingizni topasiz. Tug'ilgan kuningizni izohlarda yozing va ushbu videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Oktyabr oyida tug'ilganlarning boshqalardan farq qiluvchi xususiyatlari. Sirli va jozibali. Sizning ichki dunyoyingiz juda boy va sirli. Odamlar sizni tushunishga harakat qiladi, lekin siz doimo bir qadam oldinda turasiz. Qat'iyatli va mustahkam. Oktyabrda tug'ilganlar har doim o'z qarorlarida qat'iy. Sizning irodangiz hech qachon yengil bo'lmaydi. Emotsional va chuqur fikrlovchi. Siz o'z his-tuyg'ularingizga juda e'tibor berasiz va har bir narsaga chuqur nazar tashlaysiz. Muvaffaqiyatga intilish. Siz har doim muvaffaqiyatga intilasiz va bu borada hech kimdan ortda qolmaysiz. O'z maqsadlaringizga erishish siz uchun muhim. Sadoqatli va himoyachilarga ega. Siz o'z yaqinlaringizga sodiqsiz va ularni himoya qilishni yaxshi ko'rasiz. Do'stlar va oila siz uchun birinchi o'rinda. Tug'ilgan kuningizni izohlarda yozing va ushbu videoni do'stlaringiz bilan ulashing.